arzonroq Nexia 2 ni puliga Cobalt olaman, minaman deb yurgan obunachilar bo'lsa, mana sizlarga Avtoren Nomeradining kanali obunachilari uchun faqat obuna bo'lgan obunachilarimiz uchun ko'rinadi bunaqa narsalar. $4,450 ga 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Cobalt mashinasi. Mashina holati anchagina yaxshi, xudo xolisa yurish-turishlari zo'r bo'lib turibdi. Ulangan joylari yo'q, klassasi yengil asfalt bo'lgan. 418 ming yurgan, $4,450 ga berib yuboriladi. Afarmilni qilib olgan taqdiringizda ham mashina sizga 5 mingga tushadi qadrdon. Nima deyapti? Menimcha bo'lmasa, faqatgina mashina shu afarmillar uchun sotiladi. Xudo xolisa abezlari bor, kondisionerlari yo'q ekan, lekin abez-pabeslari ham yo'q bor ekan. Kondisioner qo'ysa bo'ladi. Xo'p, mashina asfalt bo'lgan ekan. Haqiqatan real mashina asfalt bo'lgan, sababi motorning atseylari o'zimniki turibdi, ichlari sepilmagan. Ustiga shu yengil sepilgan. Gap narxida, gapni nimasi, xullas narxi xudo xolasa anchagina yaxshi. $4,450 ga menimcha zo'r narsa bu. Lasetti tepasini olib mingandan ko'ra mana sizga $4,450 ga Cobalt mashinasi bitta oldin ochaylik. Mashina holati lekin top bo'lib turibdi, yurish-turishlari, motor korobka, xudo xolasa nima ishi yo'q. Turganda sal qo'qon bo'yib turibdi. Talaytni bosib qo'ying, mana shunaqa yengil mashinalarda biz ham sizga osonroq topmaymiz. Nima deysiz? Shu parasmotor ko'payadi, deb tushib ketmasa bo'ldi, mashina bilan olganimdan keyin. Xo'p. Stakanchalar ham yo'q turibdi. Abezlari bor. Otovoz bolalar ham badishga qilyapti. Biz ham badishga qilyapti. Sizlar badishga qilasizmi, qadrdonlar? Talakni bosib qo'yinglar. Turganda sari qo'qon, bu yerda 5 tera degan joyi turibdi. Hozir egalar raqamini pastga yozib qo'yaman. Xo'p, mashina qisqacha yana bitta ma'lumotni tushuntirib o'taman. 418 ming yurgan, 2015-yil, 2-chi pozitsiya, to'rtta yumshoq balonlari bilan metan hamma yo'g'i bor. Faqatgina mashina afarmenlar uchun sotiladi. Oxirgi qo'lga tegadigan narxi $4,450. Mashina bo'lishidan bitta so'raganda 4 mingdan tepada so'rayapti. Kelinglar, ko'ringlar, menimcha yomon variant emas. Yomon mashina ham emas. Arzonroq Cobalt izlab yurgan obunachilar bo'lsa, men sizlarga faqatgina afarmenlar qilib olish sharti bilan. Afarmenlar qilib olgan taqdirlaringda ham mashina sizlarga 5 mingga yetib bormaydi narxi. Qadrdonlar, menimcha yomon variant emas. Talak bosib padishga bo'vorasizlar. Rangi qalbingizda qolib qo'q.